Assalomu alaykum. Mening ismim Muhammad Ishoq. Men bu hafta Texnocampga bordim. Men esa Rahim Schoolda o'qiyman. 2A sinfida 9 yoshman. Meni ko'rishinglar mumkin. Bu yer esa Texnocamp 2025. Mana men o'rtog'im bilan gaplashib turibman. Sertifikatlarim oldik. O'zimiz raketa yasab, raketa bilan rasmga tushdik mana. Bu sahnada esa rahimlar bilan tushdik. Bu yerda ko'proq rahimlar, bitta odamlar rahim emas. Keyin bu yerda esa 3D ruchka darsi bo'ldi. Mana masalalarimizni ko'rishinglar mumkin. Haqiqatan keyin raketa uchirdik. Mana hozir videosi yo'q uni. Mana biz esa jamoamiz rasmga tushdik mana. Bu yerda esa robot texnika yasadim. O'tmoq mashina yasadim. Hammadan birinchi men yasab oldim. O'rtadagi esa mening ustozim. Men esa meni Instagramga chiqarishdi. Bu esa mening o'rtog'im. Keyin biz esa futbolga bordik. Bir kunga javob berishdi. Keyin biz esa shu partiyada keyin 1-0 bo'lganda borib biz zo'rg'a ko'rishib kirib oldik. Mana keyin 3-0 ga O'zbekiston yutdi. Alhamdulillah. Mayli, yaxshi qolinglar, xayr, rahmat.